Rivka, Shamol va quduq. Ketishimiz kerak. Qaytib kelaman. Qaytib kelamiz. O'ylaymanki, bo'ldi, qilayli Nuh. Apa, nima bo'ldi? Azroq charchadim. U dam olsin. Jurgin apa, sizni uyga elib kiraylik. Hech qisi yo'q. Kechiringlar, men bormasligim kerak edi. Vahim qilmang Layla, dam olg'in. Apa, nima bo'ldi? Biz Amirga bordik. Apangiz uchun yo'l uzoq bo'lgan o'xshaydi. Bilasan-ku, apamning og'riyotganligini nimishga bilib bormading? Men kirishayotganda ular ketib qopti. Bo'ldi qilinglar. Men berishni xohlagandim. U nimishga borgan-tu Amirninkiga. Yordam beraman deb o'zini mag'lub qildi. Ularning og'rig'i saqaymaydi. O'zlarini oz deb boshqasini mag'lub qiladigan bo'ldi. Sara, undaq demagin. Shundaq-ku bilasan-ku. Birsi buni to'xtatish kerak. Amirning ailasi qandag'iroq. Sara durust deydi. Ular doim og'ridi. Apangizning aytishicha, qudug'idagi suv zaharlangan. Shunga apangiz ularga shahardan suv elib ichishini aytdi. Ular ma'qul bo'ldi. Bir necha oy quduqdagi suvni ichmagan edi. Yaxshi bo'lishga boshladi. Andin ular shaharga berish bek shiroq ekan deb o'z qudug'idan suv ichishga boshlagandi. Qaytadan og'rishga boshladi. Nimishga? Nimishga bu odamlar uchun ko'p vaqtini bo'lsan? Ular tushunmaydi-ku. Bu mehr muhabbat. Uni qo'r qildi. G'am qilmang, Sara. Dam olg'in. Suv ichib olg'in. Endi uxlang. Uxlang. Qani, ketaylik. Dadam sana amanat qilgan. Sen apamni to'xtatishini kerak. To'xtatish kerak? O'yingcha u meni tinshamdi. Agar bu ishni Xudoning ishi desa, u baribir qiladi. Men nemili aytmay. Undaq emas, apam seni tinshaydi. Rivkaning uyiga bormasligini necha qitim eskartgan edim. Biroq u Qani, yordam beray. Biroq u baribir bordi. Maryam senmi? Boshqalarmi bordi? Shundoq o'ylamsan?
Afsus, Davud shundaq deydi. Esimdə. Yo'ldashimning aksi Rimliklarning siliq jiqqıchisi bo'lmag'in deb eskertgan edi. Harun bu ish uning obro'yini yo'q qildiganligidan vayim qilgan edi. Endi tushundim, u nima uchun Tveriyada qolmay bu yerga kelib ishlaganligini. Akangizning meni yaxshi ko'rmaslikka sababi bor. Sara seni bu yerdan topaman degandi. O, Nora. Qandaqsan? Yaxshi, sen-chu? Yaxshi. Maryam, sen-chu? Apam og'rivatidi. Afsus. Boshqalar yaxshi. Rahmat. Rivka, bir narsani so'rg'ili kelgandim. So'rg'ili nimani? Muqaddas ruh to'g'risida. Oddiy savol-ku. Bilaman, sana hech qachon oddiy savol qo'ymayman. Boshqalarni tushunaman. Albatta. Bu joyda o'tirg'in. Maryamga kir yeyishga yordam beray. Ajoyib shamol chiqyotidi. Bu shamol muqaddas ruhni tushunishga yordam berdi. Tushunalayman. O, yaxshi. Aysa osmonga ko'tarilishdan avval shogirdlarga kimki menga ishonsa, mangu mening bilan billa bo'ladi degan edi. Jismoniy yaxtin emas, balki muqaddas ruh orqali shunga. Biz uning huzurini sezimiz, uni ko'ralmasakmi? Shamolni sezginimizdek. Ko'rdingmi? Shamolning kuchidan kiyimlar lapildab turdi. Shundaqla bu shamolni o'z tening orqaliqmi sezasan? Shundaqla kiyimlar, yopirmoqlarmi shamol chiqqanda lapildaydi. Kiyimlarning lapildishidan etizlikda va tenimizda shamolning chiqishini sezimiz. Shundaqla uni ko'rolmaymiz, biroq sezimiz. Shundaqla muqaddas ruhni ko'rmay sezilaymiz. Muqaddas ruhning huzurini sezimiz. Uning ta'sirini atrofimizdagi odamlar orqali va hayotimizda sezimiz. U biz bilan billa ekanligini, biroq har doim emas. O'ylashimcha, agar uni har doim sezsak, ishonchimiz ajiz bo'lar edi. Dal shundoq, Maryam. Biz sezim emas, ishonch orqali yashaymiz. Biroq muqaddas ruhning kuchi bilan yashashni tanlashimiz kerak. Bu shamol kuchini o'ziga tortgan parusga o'xshaydi ekan. Ha, shundoq. Sen shu parusni tuzashtirib, shamol kuchini sezishing kerak. Bu ishonchning harakati. Biz Xudoga bizni muqaddas ruhga to'ldirishni murojaat qilganimizda hayotimizni boshqarishi uchun. Bu duoyimiz ishonch duoyi bo'ldi. Bu-chu quduqdan suv elish muqaddas ruhga to'lishga o'xshamdi? Maryam, bu nima? Shahar qudug'idagi suvga o'xshash toza ham hayotimizni jonlantirdi. Amirning uyida eski suv bo'ldi. Bu ba'zida Xudo menga buyurgan ishlarni qilmaganligiga o'xshaydi. Ba'zida hech narsa yoqmaydi. Men g'azablanaman. Bu zaharlangan quduqqa o'xshamamdi? Dal shundoq, Maryam. Amirning qudug'iga nima bo'libdi? Maryam, Amirning zaharlangan qudug'i bizning gunohlarimizga o'xshaydi ekan demakchi. Bu mag'rurlanishga elib keladi demakchi.
Şəhərdən kelgan toza suv Xudoning ruhiga o'xshaydi. O'ylanib ko'rgin. Biz Aysoning qurbonligini qabul qilib, Xudo bilan munosabat qilsak, muqaddas ruhga erishimiz. Xudo bizni majburlamaydi. O'zimiz yomonlikqa ishtiradigan gunohkor hayotimizni tanlashimizgami bo'ladi. Yoki Xudoning muqaddas ruhi bilan haqqaniylikda yashasaqmi bo'ladi. Ba'zida muqaddas ruhni tanlashimiz qiyin bo'ladi. Bu Amirning oilasi toza suv elib kelishni jiroq ko'rganidek. Bizga burunqi hayotimizda yashagan qolaylik ko'rinadi. Biroq biz gunoh yo'limizni tanlasak, yomon qilishlarimizni ko'rsatsak, buni Xudoning oldida iqror qilishimiz kerak. Xatolashganimizni aytishimiz kerak. Shu chaqda yanala muqaddas ruhning yangi kuchiga ega bo'la olamiz. Hammasi yaxshi bo'lamdi? Albatta. Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz poklanadi. Gunohning sababidan pat-patla yomonliklarga uchraymiz. Undaqda men bugun zaharlangan quduqdan suv ilibdiman. Nimishga? Apamga Amir to'g'risida aytganimda buni to'xtatishim kerakdi. Apamga ochiqlanishim kerak edi. U og'riq bo'lganlikdan buni sana aytdim. Bu durust emas. Bu Xudoga yoqmaydiganligini sezgandim, biroq baribir sana baqirdim. Maryam, meni kechiramsan? O Sara. Menmu yaqinda shu zaharli quduqqa borgandim. Shamol, quduq. Sizlarning nima deyotganlaringlarni tushunmadim. Bu bek ko'p. Xudo kim? U olamda nima qiladi? Bu bizning aqlimizga sig'maydi. Sening tushunishing muhim. Muqaddas ruh har doim biz bilan birga. Aysa biz bilan mangu bo'lishni va'da qilgan. U bizni hech qachon tashlamaydi va qoldirmaydi. U muqaddas ruh orqali ishonch qilgan. Biz yolg'iz emas. Har doim gunohlarimizni uning oldida iqror qilishimiz kerak. Uning cho'nqur qudug'idan kuch olishimiz kerak. Xudo men bilan. Bu ajoyib. Ha, shundoq. Apamga boray. Men uyga boray. Bu quduq to'g'risidagi so'zmi? Bu to'g'risida Leyla aytgan edi. Aysa tirik suv berdi deb. Shunda u muqaddas ruh to'g'risida aytganmi? Ha. Aysa bir kuni Samariyalik ayolni quduq beshida uchrashtirdi. Majdalik Maryammu shunda bo'lgan. Maryam aytganda uning yuzlari o'zgarib ketdi. Aysoning so'zlari uni tamoman o'zgartirdi. U Ayso aytgan tirik suvni elib ketdi. Bu to'g'risida bir oz bilaman. Men hayotimni uningga topshirganimda ichki poklikni sezdim. Bu toza suvni ichib qayta tozalanganga o'xshash. Hada, bu suvdan ichivering.
Xudodan jiroqlashganligimizni sezginingizda qaytib kelib barliq narsani uning oldida iqror qilgin va dam elib qayta muqaddas ruhga to'lg'in. Bir qitimla emas. Bu necha qitim qaytilanishi mumkin. Bu yillarda mundaq yashayman deb hech qachon o'ylamabdiman. Bu tirik suvni qadrligin, chunki uningsiz ko'p yillar hayot kechirdim. Endi ketishim kerak. Amirga yo'liqaman deb aytgan edim. Laylani ko'rib chiqay. Hada, siz bilan boraychu. Bo'ladi. Rivkada, siz zaharlangan quduqdan suv ichib boqammi? Albatta, Maryam. Qachon? Ba'zida yo'ldashim bilan so'zlashkinim o'zimga yoqmaydi. Sara bilan Davudga aytganlarim yaxshi emas, biroqda ular buni aytishimga o'zlarini majburlaydi. Ular meni kichik deb o'ylaydi. Odamlar majburlaydi. Buningda gumonim yo'q. Biroq bizda tanlash huquqi bor. Bu ishga yo'lga qarag'ina. Biz bularni talalaymiz. Rabga duo orqali kelalaymiz. O'zimiz qilolmaydigan ishlarni Xudoga aytsak bo'ladi. O'ch ko'rganlarimizni yaxshi ko'rishga kuch berishni so'rasak bo'ladi. Bizni ranjitganlarga chidamlik bilan qarashga kuch berishni yoki biz ishki tinch ovozni anglamay, Xudoni tinshimay, boshqasiga qarshi turib, yomon harakat qilsaqmi bo'ladi. Cho'ng bo'lganda bularni qilish o'ng'aymi? O'ylashimcha, yaxshi yoki yomon odatni o'zimiz tanlashimiz kerak. Xudoga qancha minnatdor bo'lsak, shuncha uning ovozini anglab, uningdan javob olishimizga bo'ladi. Biroq har doim to'salg'ular bo'lib turadi. Men bu yo'lni tanlashim kerak. Bu yo'l meni qayta Amirninkiga apamaydi. Bilaman. Rahmat billa borganing uchun. Shamol bilan muqaddas ruhning farqi qandoq? Amirning qudug'i to'g'risidagi hikoya bizning Xudo bilan hayotimizning ko'rinishini qandoq ko'rsatadi?
Kona təbiitinglar bilan qachon kurashdinglar? Uning natijasi. Yaman odatlaringlarni qandoq o'zgartiraysizlar? Muqaddas ruh to'g'risida nimani bildinglar?